Vitaminlarni qachon iste'mol qilish kerak? Qachon iste'mol qilganda ular organizm uchun foydali va bir-birini so'lishini kamaytirmaydi? Masalan, oladigan bo'lsak, magniy. Magniy odatda uyqudan 1 soat, 1,5 soat oldin ichiladi. Sababi u mushaklarni bo'shashtiradi va asab tizimini tinchlantiradi, uyquni yaxshilaydi. Vitamin D odatda u nonushta bilan ovqat bilan yeyish tavsiya qilinadi. U yog'da eriydigan vitaminlar guruhiga kiradi, yog'da yaxshi so'riladi, yog'siz yaxshi so'rilmaydi. Temir vitamini oladigan bo'lsak, u och qoringa ertalab ichish tavsiya qilinadi. Qahva, choy bilan ichish mumkin emas. Temir, C vitamini ichish tavsiya qilinadi, chunki ular bir-birini so'lishini yaxshilaydi. Sink, ya'ni rux vitamini oladigan bo'lsak, odatda u temirdan 2 soatdan keyin ichish tavsiya qilinadi, chunki u vitaminlar bir-birini so'lishini kamaytiradi. Omega 3 vitamini oladigan bo'lsak, ovqat bilan birga ichish tavsiya qilinadi, oshqozonga zarar keltirmaydi, so'rilishini yaxshilaydi. B guruh vitaminini oladigan bo'lsak, ular odatda ertalab ichish tavsiya qilinadi, sababi u energiya beradi, organizm uchun foydali. Kechqurun iste'mol qiladigan bo'lsak, uyquni buzishi mumkin. Kalsiy vitamini oladigan bo'lsak, kalsiy odatda ertalab va kechqurun ichish tavsiya qilinadi. Temir bilan 2 soat oralig'ida ichish kerak, sababi ular bir-birini so'lishini kamaytiradi. C vitamin odatda ertalab suv bilan ichish kerak bo'ladi. Probiotiklar och qoringa yoki ovqatdan oldin ichish kerak. Organizm uchun, ya'ni ichak mikroflorasini tiklaydi. Har bitta vitaminni to'g'ri iste'mol qilish organizm uchun foydali va juda muhimdir.